Do'stlar, ko'rib turgan Depal S07 avtomobilini sizlar oylik to'lovini 2,5 million so'mdan olsangizlar bo'ladi. Endi kunini hisoblaydigan bo'lsak, почти 85 ming so'mning bo'ladi ekan. Atushdan so'rab o'tib ketamiz. Atush, ishlar yaxshimi? Assalomu alaykum. Tinchmi? Rahmat. Nega siz o'tibdi? Ne yangiliklar? Ko'p xil video chiqarmadik. Og'az zo'r yangilik bo'ldi. Xalqimiz kutgan kun. Talab kamligidan emas, taklif ko'pligidan bo'ldi bu narsa. Bilasiz, rastrosi 2 yilda shu 5 yilgacha cho'zildi. Oxirgi chiqaramiz 2 yil. 2 yilda shu 5 yilgacha uzaydi. Keyin yana bir narsa bo'ldi. Kredit oladiganlar uchun eng qimmat kredit 21.5% edi, shu 17.5 ga tushdi. Bir vaqtlarda 28, 27.999 edi. Keyin 25 ga tushdi, 21. Hozir endi 17, 17.5 bo'ldi. 17.5 25% to'lasa 5 yilga 17.5%. Gap bor. 4% dan 17.5gacha ketadi. Narx-navolarni ozgina bir ikki Qisqacha aytib o'tamiz. Bunda oilaviy Depal S09 gibrid 1250 km yurdi. 737 million bahasi. Hozir biz syomka jarayonida bu mashinani syomka etamizda turib, dum ko'p odam qiziqib turibdi. Komfortini gap bo'lishi mumkin emas. Oilaviy mashina. Hamma narsa bor. Naki siz 7 funksiyalar bor. 7 mestali. Oilaviy dam olishma ketaverasiz. Keyinginada 1100-1200 edimi shu? 1250. Tok tuzunda 250, ava. Polni boradi. Bana yana Depal S07'lerimiz 338 milliondan boshlanadi. Vaqtida yana skidkalari bor. O'zi 400 millionlik mashina skidkaga tushirib qo'yganmiz hozirgi kunda. Eng qiziqi mashinalar nali ichida. Tayyor, mana Foto shart emas. 1-2 oy durung bir zamondan keladi. Tayyor bizada. Keladi, pul to'laydi, oladi ketadi. Ava. Zo'r. Bir dona pasport bilan olib ketgan. Bir dona pasport ava. 25% to'lab 17.5 dan olsalar, ishsizlik so'raladi. Agar 30% to'lasalar 16.7% dan chiqadi. Va ishsizlik shart emas. 30% to'lasa. 25% oylik so'raladi. Garantiyasi necha bo'ladi? 3 yil 120 ming kilometr. Servis o'zingizda bor. Servis o'zimizda, zapchasam o'zimizda. Adresimiz bunda Obolga ko'pirdan tushib kelaversa, Paxtaga Sitavon tenda bo'ladi. Bandan kelsalar, Tresenter Sitavordan kelishda, Paxtaga Sitavon tenda uglovoy, Changan avtosalon. Gap bo'lishi mumkin. Do'stlar, sizlarga neki Changan oilasidagi mashinalar kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasidan bor. Off-road listami, katta semiyni, sportkallar. S09 edi bu. Yo'q, semiyni mashina. Dum yomon ekan do'stlar. S07 listami, S03 listami hamma variantlardan bor. Ekranda nomer bo'ladi, telefon urib kelaverasizlar. Variantlar ko'p. Hamma ishlariga omad, like kutib qolamiz.